Sizlar bilanman o'sha hozir Minecraft. Agar maza qilib ko'radigan bo'lsanglar, yaxshi joylashib, narsalar tayyorlab yeb ichishga narsalar olib maza qilib ko'ringlar. Bugungi video roligimizning nomi bu daraja to'plash, ya'ni qancha daraja to'plasa o'shancha jonimiz ko'payadi. Ili uni yordamchisi bu cho'chqadan epik narsalar, chunki undan darajani oshiruvchi bitta tushadi. Shu yordamida biz kuchayishimiz mumkin. Va o'rtoqlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ikkinchi qismini ham chiqaraylikmi? Qancha go stop. Ana o'rtoqlar qaytib oldim. Qani bo'lmasa jumani boshladik. Let's go. Mana o'rtoqlar videoni boshladik. Unda let's go. Hozir to'g'ralik. Mana unda ketdi. Cho'chqa. Hop, herim. To'xta joyingda. Sakrab turib bo'laman. Birinchidan o'rtoqlar nima bu? Hop. Mencha ananda boshlaydi. O'rtoqlar nima bu? Rekord qo'ydi. Biz cheklarimiz o'rtoqlar. Qolmadim. 17 ta jon. 17 ta. Yaxshi bo'ladi. Bunda ketdi. Daraxt. Hop. Aytgancha o'rtoqlar, sizlarga naqa ham qo'yganmiz. Hozir ko'rsataman. O'rtoqlar qimirlashini qaranglar. To'tam ochiq. Nimaki Minecraftda qo'limiz, oyog'imiz tekis turadi-yu, qaranglar. Mana mashinani ham ko'ryapsizmi? Shuni. Mana yemaladoy. Zemini. Men chunki boksga boraman. Ha. De Hola. Ana kevaldi. O'rtoqlar ertalab olmasa bo'lmaydi, chunki bizda hali hech nima yo'q. Hop, bo'ldi. Yana qo'yib beshiga Yan. Mana ikkinchi bonus chest yaqtayman o'rtoqlar. İkincisini ham qo'lda o'ldiramiz. Sana ber. O'rtoqlar, bizning omadimiz shu ko'pcha o'tdi. To'xtadim. Men seni o'ldirdim. Baki. Muncha o'rtoqligim olmamiz kerak. Qaranglar. Oyoq kiyimimiz bor. Yana yetmaganda nezirikli kuchaytirilgan. Unda manimcha 25 tadan 5 tacha jon
bo'lsa kerak. Bu modni men qayerdan topdim deymi? Qani bo'lmasa reklama. Men bu modlarni Big Gamer Mods'dan topdim. Ularda Epic mod deysanmi? Shader bitta atigi va qurollar ham bor. U 1.18 versiyaga. Bu esa любой versiyaga bo'ladi. Mana Epic modlar yana askar modlar. Bu boshqa modlar nima deysizlar? Shahar modi, shaderlar, boshqa modlar bu yerda bor. Mana mod ishlamasi, hayvonga aylanish. Mana o'rtoqlar, mana Minecraft versiyasi. Ya'ni bu ikkinchi 1.20.01 versiya, mening versiyam. Shu modga ajoyib modlar ko'p. Ajoyib qilichlar, mana ajoyib qilichlar. Epic mod, haykam, mashina, shader degan narsalar bor. Xullas, reklama tugadi. Bo'pti. O'rtoqlar, Big Gamer kanallaridagi modlarni o'zim nomini описаниеda qoldirib beraman. U Telegram plus bo'laveradi. Xohlaganlaringda. Hop, biz verstaka solishimiz kerak. Endi tosh olamiz. Hali aytganimizdek. Ana toshlarni ham qazib olyapmiz. 6 ta bo'lsa bo'ldi. Kirka va tapir. Turli narsalarni yasalsak bo'ladi. Hop. Mana bo'ldi. Uzamiz, olamiz. Hattoga chekamiz. O'rtalar uje narsalarni olishga tayyormiz. Hop. Yana o'shandan bo'lsaydi menda. Hop. Men yurtada qarab. Voy, nima bu? Mana. Wow, 20-darajaga chiqib, atiga 20 ta jon yig'dik. Balki biz 60 ta yig'armiz. Buni hali hech kim bilmaydi. Bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Qaramiz, ketdik. Bu kamon berdi. O'q bilanmi? Yo'q, o'q yo'q ekan. Bu aytgancha bu darajani beradi. Darajani yig'sanglar o'sha naqa bir balo. O'zinglar asha Big Gamer akani qalarini topib kirsanglar, shu modini topib, u modni ashdan olganmidim, daraja oshsa jon oshadimi? Yo'q, u daraja oshsa jon oshadi
moddan olmagandim, lekin epic modni bu yerdan olganman. Sizlarga ham tavsiya etaman. Qanday let's go. Hop. Albatta o'rtalar shu kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Shuncha mehnatimiz nima bo'lyapti? Bir kun obuna bo'linglar o'rtalar. 27 ta bo'ldik, lekin 30 ta bo'lolmadik. Lekin 25 tadan o'tdik. Anchadan beri menga obuna bo'lmagandinglar. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Cho'zilaveradi. Obuna bo'lasizlar, keyin to'xtataman. Obuna bo'ldinglar, shu videoga like bosdinglar. Qani bo'lsa, let's go. 20 ta jon va 20 daraja. Ozgina qoldi 21 darajaga o'tishimizga. Atigi 3,5 ta daraja kerak. Hop. Divanimiz bormi? Wow. Qo'ylar bormi? Qo'ylar. O'rtalar ishimiz. Yo, o'rtalar qoch. Ertalab qil. Ulgurdik bolalar. Biz yanchib tashlashadi. Biz hali hech narsa yo'q. Shu bo'ldi, lekin o'q yo'q. O'tufu. Narsalarga yoqib. Shundoq maqanga yasasam bo'ldi. O'qlayveraman. Ertalab qilib, kechqurun qilib. Yo, bug'atam. Halim kelib. Ne oldu ki? Skator eliyor. Tamam, bottan seçit. Bu toshli joylar. Menimcha bottan temir ko'mir degan narsalar chiqib qolishi mumkin. Kema yasasak bo'lardi degan savol chiqib qoldi. Wow. Prosta bot kichkina joy ekan. Ko'mir bor ekan. Mayli, shuni ham shuni qilamiz. Bundan ham daraja beradi. Bo'ldi o'rtoqlar, qazib bo'ldik. Ko'mirlar juda ham ko'p edi. Nechta ko'mir? Atiga 19 ta. Shuncha mehnat. Menimcha arzimaydi. Bitta blokdan 2 ta yo 3 ta tushirish kerak. To'g'rimi o'rtoqlar? Minecraft noshud. Noinsof. Lekin Minecraft menga yoqadi.
Nimaga aynan Minecraft haqida videolar olasiz deyasizlar-u, lekin men Minecraftga qiziqaman. O'zi PUBG'dan ham 1-2 marta video qo'yganim shekilli o'rtalar. Qayta qo'yganman, lekin olgandim bitta video. Qo'yganmanmi, qo'ymaganmanmi esimda yo'q. Hop, hozir 2025-yil 21-asr. Men u videolarni 2024-yilda olganman. Hozirgi yilda men umuman PUBG o'ynaganim yo'q. Shuning uchun like bosib qoldim yo'q. Men sizlar uchun harakat qilyapman. PUBG degan narsa yo'q. Bitta videoni oldimmi, montaj. Rostini ayting, umuman montaj qilmayapman narsa. Men hali kichkinaman. Pular hozir kerak emas menga. Kerak, to'g'ri. Nastroykasini bilmayapman o'rtalar. Bilganlar kommentariyaga yozib qoldirsin. Bilmaganlar esa ko'tini mijib o'tirsin. Hop, bitta cho'chqa. Hop, bunisidan yana o'sha narsalar chiqdi. Bu projektion necha oltimi shunaqa Feather Falling oltimi Unbreaking 3. Hop, bu what? Fire Protection o'zi yaxshi bo'ldi, to'g'ri. Hop, Unbreaking 3, Flame 1, Power 5 to'g'ri, shunaqa Infinity 1. Esa o'zimizga Unbreaking 3, Flame 1, Power 6 shunaqa Punch 2. Hop, turtirsin. Ikkinchisi qani? O'rtalama Safir burgani boshlamoqchiman. Agar 50 ta yo 60 ta bo'lsa boshlayman. Bo'lmasa ungacha oddiy videolarni chiqarib YouTube'ga qo'yaman. Obuna bo'lsanglar chiqaraman, obuna bo'lmasanglar chiqarmayman. Hech bo'lmasa o'rtoqlar like bosib, kommentariyaga olovcha yozib qoldiringlar. Obuna bo'lmasanglar ham. Shuncha mehnat. Men sizlar uchun shuncha narsani qilyapman. Sizlar obuna bo'lmasdan, shu videoga like bosmasdan, kommentariyaga 3 ta olovcha qoldirmasdan turib yotibsizlar. Nima bu? Video sepib. Hop. O'rtalar necha daqiqa? Hop. O'rtalar mana shu videoni 24-daqiqalarda tugatamiz. Chunki men ishim bor. O'qimiz Qo'doqdan o'tamizmi? O'rtalar aylanib yuribmiz. What? O'rtalar baqir-chaqir aytishga hojat yo'q. Agar vijir bo'layotgan bo'lsa, telefonim eskirib qoldi. O'rtalar yaqinda yangi telefon olib, o'zim u telefonni videolarda olaman-da. Keyin Telegramdan bu telefonimga tashlab, shu Telegramni qilib YouTube'ga qo'yaveramiz. Bo'ldi. Shu o'rtalar. Hop. Bolalar, sizlar nechanchi yilsizlar? Yo akalar, opalar yoki o'rtalar qatlayga tushib ketyapti.
akalar, ukalar yo opalar, singillar bo'lsa, yerlarini yozib qoldiringlar. Agar televizordan ko'rayotgan bo'lsanglar ham bizani telefondan bizani kanalga o'tib, like bosib, ya'ni obuna bo'lib qo'yib, shu videoni saniyasiga kirib, shundoq yozib qo'yasizlar. Bo'ldi. Men sizlardan juda xursand bo'lardim. Signalni eshitmaysizlar. Baqir-chaqir bo'lib bilmayman. Uyda o'zim yolg'izman. Agar biz 30 ta bo'lsak, men yilimi aytaman. Sizlar meni nechanchi yilligimni aytaman va yilim nimaligini sizlar kommentariyaga yozib qoldirishinglar kerak. Ikkinchi qismda olayotganimda albatta shu videoni kommentariyasiga kirib o'qib chiqaman sizlar izohinglarni va men ham orqalardan gap yozib qo'yaman. Albatta birma-bir o'qiyman. Albatta o'qiyman. Sizlar yozsanglar bo'ldi. Nechanchi daqiqalar keldi? 21. Atigi 3 daqiqa qolibdi o'rtoqlar. Hop. Bitta bor ekan. Bu. Hop. Video tugayapti. Olamiz ve hayır. Xayrlashadi deb o'yladinglar. Axir men 21 daqiqalargacha deyapman. Men u yoqqa o'zimiz suhbatlashamiz. O'rtoqlar, shuncha narsalar oldik. Kaman oldik va oyog'imizga mezritni kuchaytirilgan poyabzal oldik va yana bitta oldik. Yana bitta kamon ham oldik. Va ko'mir, oltin, tanata, temir degan narsalar oldik. Va bu video agarda biz 27 tadan oshsak yoki shu video 10 ta likedan oshsa, men shu videoni yengilgina ikkinchi qismini olaman. Ili yana bitta asosi bu. Biza 30 ta bo'lishimiz kerak. Tezroq bo'laylik o'rtoqlar. Men qiziqib ketyapman. Qaysi kuni bo'lamiz? Aytgancha, men sizlarni Ramazoninglar bilan tabriklab qo'yaman. Hozir o'rtoqlar, hozir 22-mart. Bizada soat hozir 20:53. Men shu vaqtda sizlarga video olyapman. Yani uydaman o'rtoqlar, stream xona yo'q, pul yo'q. Importli bo'lmish. Sen bo'laveradi bizni. Ular unchalik emas. Pul bor. Puldan muammo yo'q. Xullas video obish Allohu akbar demaymiz. Ensiyam obish Allohu akbar.